Assalomu alaykum azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, uzoq manzillarimizdan biri Beruniy Ofi, ya'ni So'riklet manziliga yetib keldik. Otamurod akamiz bugun muborak 76-bahorni qarshi olayotgan ekan. Otamurod akami Anargul opami musofirda turib tabriklovchi o'g'li Qudrat akani nomidan va yonidagi farzandlari Saidjonning nomidan, Manzura, Zevar, Komila, Aliya, Rayhon qizlari nomidan, barcha kelinlari, kuyovbonlar, barcha nabiralar nomidan, aynan nabirasi Zumratning nomidan, musofirda yurgan Qudrat akani nomidan tabriklar yo'llamoqdamiz. Musofirdagi Qudrat aka, tanlovingiz uchun katta rahmat. Xudo xolasa dadangizga eng yaxshi tilaklarim bilan sovg'alaringizni topshirib qo'yamiz. Tanlovingiz uchun rahmat. Ichkariga kiramiz, baxtli o'yinlarni birgalikda kuzatamiz. Ketdik. Oynasın, onalar oynasın, gül bering qo'llariga yayrasın. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, oynasa yaxshi kunda oynasın. Otalar oynasın, onalar oynasın, gül bering qo'llariga yayrasın. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, oynasa yaxshi kunda oynasın. Dünyadaki mening yaqin insonlarim, insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim, insonlarim. Dunyodagi mening yaqin insonlarim, insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim, insonlarim. Dünyadaki mening yaqin insonlarim, insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim, 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 eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim, insonlarim. Dünyadaki mening yaqin insonlarim, insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim, insonlarim. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar, janoblar, bugun Beruniy tumani, Beruniy Gulshani
tabrik loyihasining ushbu fayzli ko'rshoniga qadam ranjida engashning asl sababchisi ushbu kechamizning ota qiroli Otamurod akam bo'ladi. Jigarlari, qudalari, kelinglar, akalarim, hammasi davraga taklif etamiz. Otamurod aka, assalomu alaykum. Tavallud ayyom, shukrona kun. Allohimga banda Muhammadga ummat bo'lgan shaxsiy bayramingiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Allohim sizni mana shunday yoshlar bilan, martabalar bilan siylagan ekan. Allohimga behisob shukrlar, behisob hamd va sanolar bo'lsin. Bugun sizni muborak 76-bahoringiz bilan tabriklab keldim. Otamurod aka, Anargul opa, bugun mana shunday chiroyli kechada, hamma jam bo'lgan vaqtda musofirda yurgan o'g'lingiz sizlarning yoningizda emas. Ya'ni sizlarni bugun musofirdagi o'g'lingiz Qudrat aka nomidan tabriklab keldim. Musofirdagi o'g'lingiz Qudrat aka nomidan eng yaxshi tilaklarni, davlatim, otam, jannatim, onam gullarini, shirinlik tortlarini olib keldim. Qudrat akam bugun sizlarni tabriklab, eng yaxshi tilaklarim bilan siylashimni iltimos qildi. Ota-onam umri uzoq bo'lsin. Xudo xolasa to'ylarimda bosh bo'lsin. Bergan tarbiyalari uchun katta rahmat. Ishlarim yurishib turibdi. Allohimga behisob shukr shularning duosi sabab. Meni uyimni farishtalar ishlar. Otam davlatim, onam jannatim. Borlaringizga shukr. Sizlarni yaxshi ko'raman. Men uyga borguncha, diydor nasib qilguncha Allohim ota-onamni, yaqinlarimni o'z panohida asrasin deya musofirdagi Qudrat akam sizlarni tabriklab qo'yishimni iltimos qildi. Va yoningizdagi Saidjon akaning nomidan, qizlaringiz, barcha nabiralaringiz nomidan bugun Otamurod aka sizni tabriklab qo'yaman. Umringiz uzoq, martabangiz baland bo'lsin. Xudo xolasa, ming oyliklarni ko'rib, 90larni, 100larni ko'rib yurish nasib qilsin. Assalomu alaykum. Tavallud ayyom, shukrona kun muborak. Bir oy bo'ldi menimcha Qudrat akam telefon etib, bugungi sanani borib tabriklaysiz deb iltimos qilgani uchun qilganiga. Qudrat aka, marhamatdan endi o'zingizdan ham tilak eshitamiz. Sizning nomingizdan kelib, dil izhorlaringiz ila sovg'alaringizni topshirib qo'ydim. Eshitamiz sizni, marhamat. Nega baxtimizda tayyorlaymiz, bizdan daim tarishib. Baxtimizda muvaffaq qilamiz. Rahmat. Daim tarishimiz. Rahmat. Yana shu baxtini sağ O'zing ham sog'. Aman bo'lsan, sog' bo'lsan, ay barmoqman yegiysan. Hammaga rahmat. Alginlar almashtirib. Rahmat Qudrat aka, oilangiz bag'riga sog', omon kelishingizga tilakdoshman. Umringiz uzoq bo'lib, Allohning panohida yurib, kamida siz mana shu otangiz yoshiga kirib, Xudo xolasa qiz uzatib, o'g'il uylantirib, qaynota, qaynona bo'lib yurish nasib qilsin. Otamurod aka hammamizga sizni yoshingizni, martabangizni bersin. Bugun sizni hurmat qilib kelgan aziz akalarim xush kelsin. Kelgan qadamlaringizga hasanat. Saidjon aka, keling davramizga. Keling, musofirdagi Qudrat iningizning nomidan, musofirdagi qarindoshlar nomidan otangizni tabriklab qo'yasiz. Saidjon aka, ota sizni yaxshi ko'raman deb ham qo'yasiz bugun. Marhamat. Yaxshi ko'rishimni 100 marta aytishga qarshilarman. 1000 marta aytaman. Aka, avvalo sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Opam bilan shu dang qarishib, yuzlarni yaqalab 100 yoshlardan o'tib yurish nasib etsin. Yana shu hamma og'ayni o'g'illar shu akamiz shunday tavallud kunida kelib o'tiribdi. Ulardan shunday uylarida qutlug'lar bo'lsin. 120 yoshlarni yaxshi kunlarni inshaalloh ular ham nasib etsin. Hammasine rahmet. Endi keladigan 26-yil hammaga qutlug' bo'lsin. Bu yilgi yil ham yaxshi yil bo'ldi, to'y yili. Başımız to'ydan chiqmadi. Endigi yilimiz ham bundan yaxshi to'y yili bo'lsin. Shunday yaxshi yubileylar bo'lsin. Hemen uyunda shunday quvonchli gullar o'tirish nasib etsin. Shu kim ham bir oy amasa kelib, amasa kelgan gullaridan o'tirish nasib etsin. Sog'lik, omonlikda o'tiring. Sizlarning uylaringizda etgan xizmatlaringiz uchun rahmat, yaxshi kunlarga borish nasib qilsin.
75 yubileyinizde açıkta kalksız. Ben tebrikler ederim. Sen dostum söyle. Ben size karab duran size muhakkara bir tamam duracaksın. Hatice, doğan günler mübarek olsun. Rahmet. Rahmetiniz uzak olsun. Enel bilan koşakarın. Sizni bir urganınız yadımda da. Sizni urganınız. Ya bu Seyitcan'a, Epçi'ye, Malakan'ı Kaladenlikte koyadı. Yok, dırtırık. Şunu ve iç koyup urganınız yadımda. İşte şu meselelerim öttü. Ulan bizden aktıklarım şimdi şokluklarını kılsın, şimdi işlerini kılsın. Bizlerim şu sizin de 75 yaşı yetkende işin nesile işlemek nasip etsin. Şeytan benden Kafamar. Babası sizden semiz olsun gerekirdi. Malakamı hiç koygandı. Ama şimdi enarapa. Size yadınızda mı? Bu buğanı uxlaydı dep yamanlayadınız. Bırak, ben bir yaş göremez. Karın doyulandan ki ukulsuz da bana geçkenden ki. Bilmem. Yok, yaşlıkta buğanı aytırmalı. Beni yaşlıkımda şu, ya indi mektebe barman vakti, yani şimdi neydi? Bırak, size başka çıkan vakti en köp yiyem menedir. Öylesi bitti olsun, piyade olsun, bittem gelelim, geçtem gelelim, yana çöp gelelim. Hazıram nasıl göremem? Bundan gelemez göremem. Size koşaklarım var. Bak kabuğuma. İşte aklılarını eldinde hem ise sağ selamet yürüyorlar. Bakın hemmesi sizden taralgan sular. Bazımanı sanıp bilmesi sanırmışsın. Niçe kız var, niçe çoluk kız var dese bilmişsin. Resmi ya. Yazıp koyamam. Yolu tamam döktü. İyi bakayım mamine. Falatçı, yoğurluk. Yoğunluk değil. Yoğurluk bulamıyor. Ölseler, yaşlılar yok burada. Hatice, ana lafa koşakarın. Bak doğrusular. Yerler ha. Gelin sen yaşlılar. Yıkılganda yanında o kanat bulutlar. Haydi tebrik ediyorum. Bunun özüne Rahmet. Bahtım okuydu. Aga, oğlan yiyecekken, daim bilen koşaklarım, varlarını aktarını, karbulgunu, hemmeniz ağayı bilen tebriklimen, yemin bilen, emmeye kılarak olsun, amat değil olsun, Rahmet. öpyesin, Ne ödün? Ne işin var? Bu da bu. Bama şöyle. Çoğul selamet olsun Kudayım. Ömürlerim uzak olsun Kudayım. Ve ispir olarak tuttu. Ömürlerim uzak olsun. Efendim birlikte yaşarım. Artık çoğuluk yavuklarının kızını görüyorum. Kudayım bir de diyecek böyle yaş kullaya görüyorum. Sizler çoğu olmalı. Amin. Başına aman olsun. Kudayım kullaya görüyorum de. Parçamız, ekmeğimiz falan. Apam bilen de karışıp, 100 yaşlarım yaşaşı Kudayım şimdi yaxşı günlerde oturmak hemmeye nasip etti Kudayım. 100 yaşlarda oturuyoruz atayıke, koşa kardeşlerimle. Rahmet. Aktık çocukların toylarına başına bir örgüsüyle. Çapkaya örgüsüyle Kudayım. Hemen sağ ol. Atar geldiniz bilen tebriklimen. Ömrünüz uzak olsun, bizesini yaxşı göremiz. Enem bilen ömürleriniz uzak olsun. Aktık çocuklarınızda hemşe yanımızda baş tutturun. Doğan günleriniz kutlu olsun, mübarek olsun. Dayım, evimizde
sağ yurgaysiz opam bilen. Bize şu 80 yaşlarına yetgendeyim, sizleri elinizde sağ oturmayısın. Şu aktif çoğunluklarınızın toyunda baş olup opam bilen, hemşe sizlerin hizmetinizde yürüyenizler. Düğün doğan gününüz, daima ömrünüz uzak olsun. Bundan hem köp yaşlarını görgüysüz. Hiç çok kesel olmalıyız. Bize baktığımızda hem muhakkak sağlamak yürüyün. Apamam hiç kesel olmasınlar. Kudayım şu hem muhakkak kızlar, gelirler, balların toylarında, aklan toylarında hem muhakkak baş bulup bize ögüt bir görgüysüz Kudayım. Qo'yman. Hasanboydan tabrik so'zi eshitamiz aka. Hasanboy, assalomu alaykum. Marhamat, eshitaman sizni. Assalomu alaykum ota. Qachon söyleyapti? Rahmet. Sağ ol bolam. Rahmat Hasanboy, sog'-omon oilangizni bag'riga kelish nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamma niyatlaringizga yetib yurish nasib qilsin. Otamurod aka, Nargul opa, marhamat, chiroyli sarpolar farzandlar nomidan. Ey dadajonim, bir bana bağımdadım, adri Osmonim, men Ali Ana endi sizlar ham farzandlaringizga bir chiroyli omadlar tilab, duolar tilab, chiroyli tilaklaringiz bo'lsa aytib qo'ysanglar. Aynan musofirdagi Qudrat akaga, yoningizdagi Saidjon akaga, barcha qavmi qarindoshlar, nabiralarga duolar qilib qo'ying. Otamurod aka, sizning yoshlaringizga hammamizga yetqasin. Anargul opa, qizlaringizga, o'g'illaringizga omadlar tilab, bugun buvangizni bir erkalatib qo'ysangiz ham sizga ruxsat. Buva boringizga shukr. Daim, abla daim chaqirib. Sizni yaxshi ko'raman deb qo'ysangiz ham Anargul opa, ruxsat sizga. Nuri. Şurada yok. Daim yuvarlar. Bir yaşasan. Vallahi artık çoluk yoluklara rahatını görsün. Kızlarım, oğullarım hemmesi yaxşı. Astıklarım ömürleri uzak olsun. Baslı saadetli. Bizlerden hem köp nevere çevrelerini hayatını görsünler. Doğan gününüz bilen. Biz yaşayın. Ömrünüz uzak olsun. Daim şöyle ayakon bilen Xudoning bergan uzak yaşlarını görüp artık çoluk nevarelerini yaxshi görüp ötmekten o nasip etsin. Ömrünüz uzak olsun. Daim elimizde katta parça olup yürüyoruz. Rahmet. Kelmaganman. Atayga doğulan günler kutlamak olsun. 75 yaşa girgen ekan Xudoyim kutlamak olsun. Xudoyim şu 100 yaşlara girgenden şimdi yetib inşallah o'tirish hammamizga nasib etsin. Allah'ına artıqlarına, sağlıklar, hayatını nasip eteversin. Anargul bilan qo'sha baxtli bo'linglar. Kirib kelayotgan yangi yillar bilan hammangizni tabriklayman. Bir beyler yaptı bana gene bize. Benim yapmam yok. Atayga doğulan günü kutlamak Ömür yaşamı uzak olsun. Bağlarını, aklarını, çoluklarını rahatı görün. Hammangizni yangi yil bayramına tabriklayman. Bak yaşam Atayga. Ey yoballa senin adamınız mı size? Tabii size. Ömrünüz uzak olsun, anam bilen koşakarım. Hamisha baktığımızda sağ salamet yürüyün. Aklarınızın toyunu gördüğünüz çoğunluklarınızın toyunu görüş nasip etsin. Bana pişken vakti. Ağzını açmışsın. Ata, tabriklayman. Ömrünüz uzak olsun. 100 yaşlara girgeysiz. 100 yaşlara girganda da shuni tabriklab o'tirganmiz. Iloyim haj xabar, haj bobo bo'lasiz. 100 yaşlara girganim bilan koşakarım baktığımızda sağ olun. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Aka, o'g'lingizdan tabriklayman. Uzoq umr, 100 yoshlarga yuring. Bolalarni yaxshilarni yordamida sog' yuring apa. Qo'sha qaringlar.
Kimler bacılar? Kime bilip basın? Deniz uzak olsun, koşar kalın. Yaşlılara oturtması götürürse. Hemen çağır oğlum. Ben kiyenler için bin rahmet. Ballarını, kızlarını, artık çoluk, yoluklarını, hemesini ömürleri uzak olsun. Bu vaktimde 90 yaştan ötüp yüzler üstünler artık çoluk yoluklarını görsün hemesi. Vakti olsun da sizlere min rahmet. Hey koyun, saçan koyun hey. Bu cepleri içmese bulma. Keskinizden Hudayi Yaxşı dilekler tuttu. tapkanlarını toylara, yaxşı günlere buyursun. Vakti bulun. Amin. Sağ olun, vakti olun. Günü görsün. Hemen ya bak dilimden. Yeni illerin küçük olsun. Şu 26. yılın yaşlı toyuyla olsun. Atakan kullandığımızdan tebrikimiz. Kulağın bir enerjini yaşayan kudretli hem de Allah'ın özelliklerine geldiler. Yaxşı yaşap getiririm, oynat getiririm. Oyunuz. Kulağın bir enerjini yaşayan Atakan. Sağlığımız hem de bizim bayramımız. Rossiyada axtarlarınızın adından təbriklərim. Mənsur, Dəliyev, Nadir, Cəmşid, Əkbər, həmmə şəxslərin adından təbriklərim. Assalomu alaykum. Tabriklayman ata. 100 yoshlarga kirib bo'lgansiz. Rahmat endi. Ata tabriklaymiz, tug'ilgan kunimiz uzoq bo'lsin. Bilan sen qatnashing. Ata tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Yoshingiz uzoq bo'lsin. Doim 100 yoshlarga yuring. Men bilan tengqurun. Ortiqcha o'qilani, hayotini ko'rib. Tabriklayman. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Ata tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Laym umringiz uzoq bo'lsin. Momon bilan qo'sha qaramoq nasib etsin. Sizdan ham sizni yoshingizga yetirmoq nasib etaversin. Kelayotgan yangi yillar hammangiz omadli yil bo'lsin. 26-yil eng baxtli, eng saodatli omadli yil bo'lsin. Hammani tabriklayman. Ata, hammani tabriklayman yana bir bor tug'ilgan kunlar bilan. Ata, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. 100 yoshlarga kiring. Enam bilan qo'sha qarab. Shu ortiqlarni hammasini rohatini ko'ravering. 100 yoshlarga kirib bo'ling. Tabriklayman. Tabriklayman. Iloyim shu 100 yoshlara, 200 yoshlarga kirib o'rgansiz. Hammamizni baxtimizga sog' bo'ling. Anam bilan qo'sha qartaymiz. Tug'ilgan kunlar bilan. Ergan yoshni yashang. Hamma yangi yillar bilan. Ondan keyin ham ko'p tug'ilgan kunlaringizni o'tirmak nasib etsin. Tabriklayman. Chinam bilan qo'sha qaring. Atamurod atamizni Urganchda o'qishdagi nabirasi Nafosatni nomidan ham tabriklab qo'yaman. U ham eng yaxshi tilaklarni otasi uchun yo'llab turibdi. Xudo xolasa o'qishlarini, Xudo xolasa yorug' yuz bilan, qizil diplomlar bilan bitirib kelishiga tilakdoshmiz. Xudo xolasa shu kunlarni ko'rish Atamurod akama, Anorgul opama nasib bo'lsin. To'ylarni ko'rish nasib bo'lsin. Hammani tilaklari ijobat bo'lsin. Ata tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Momon bilan qo'sha qarim. Ortiqcha o'qigan rohatini ko'rib to'ylarida yuravergaysizlar. Vaqtingizni sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Ortiqlarni o'qigan rohatini yurgaysizlar. Yaxshi kunlar bo'laversin. Hammangizga yangilaringizni tabriklayman keltirgan. Hammangizga yaxshi kunlar bo'lsin shu uylaringizda. Umringiz uzoq bo'lsin ekan, yana bir marta tabriklayman. Endi zo'r kayfiyat bilan o'yinlarga taklif etamiz. Qudrat akani talablariga binoan atam bilan apam o'ynab bersin, baq-baq qo'yib bering degan. Atamurod aka, qani marhamat, baq-baqqa o'ynaymiz.
Elinden ışıkıyor bana için bir lezgi bana. Hadi öyle kıyas. Kıyas bana var mı? Gelin kıyas bana. Hadi kıyas bana. Gelin kıyas bana.
Bularda artıqları Mansur, Dalir, Nodir, Akbar, Jamshidlar nomidan tabriklab, qarindoshlar uchun ularning nomidan bir qozoqcha qo'shiq qiladi ekan. Qani marhamat o'ynaymiz. Cool
Manzur apam barma? Ziver apam barma? Kamila Xon, Aliya, Rayhon, Zumrad keling size. Qani o'ynaymiz? Qani. Qudrat aka mopasingizlari.
Xudo xolasa Otamurod akam umri uzoq bo'lib, har yili shu sanada kelib hammamiz ana shunday o'yin kulgi bilan tug'ilgan kunni nishonlash nasib qilsin. Anargul opa qo'sha qaring. Shu paytgacha bolam, chaqam, to'yini qilaman, uyini qilaman deb yashadingiz. Endi Xudo xolasa hammasi o'z o'rnida. O'zlaringiz uchun yashash, undan keyin baxtli yashash nasib qilsin. Xudo xolasa pensiyalarni jiyib, yilda 1-2 marta sanatoriyalarga borib, buvangiz bilan Allohim nasib qilsa shu o'g'il qizlaringiz ishlari yurishib turibdi. Xudo xolasa hajlarga borish ham nasib qilsin. Sizni hurmat qiluvchi, yaxshi ko'ruvchi qizlaringiz, kuyov bolalaringiz, kelinlaringiz, o'g'il farzandlaringiz, nevaralaringiz hammani baxti uchun sog' omon yuring. Sizlarning xonadoningizga kelganimdan, sizlardek yaxshi insonlarning xonadoniga kelib xizmat qilganimdan nihoyatda xursandman, shodman. Men sizlar bilan o'tgan vaqtimdan roziman, sizlar ham meni xizmatlarimdan rozi bo'linglar. Keyingi yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Endi Otamurod akam yana bir bezovta qilamizda, shu yerga olib chiqib oilaviy bir esdalik suratlarga tushib, shu kundan esdalik qilib qo'ysak. Tarixlarga muhrlab. Otamurod aka keling.